Boshladik undashni. Qora mato tagida nima borligini o'zingizga tanishtirib berasiz. Xo'p do'stlar, tez orada O'zbekistonda eksklyuziv yana bir mashinalar safiga qo'shiladigan yangi mashinamiz Porsche 911 Turbo S Cabriolet. Bitta ochamiz. Xo'p, bu modelda komplektatsiya opsiyalari juda ham keng. O'zi ishqibozlar juda yaxshi bilishadi. 911 deganda faqat kuzov shu, opsiyalari, oldi bamper, orqa bamper, ot kuchlari, krilolari, umumiy holat ustiga bir xolos, hatto o'ziga moslab, yig'diraverasiz tugamaydigan darajada opsiyalari. Xo'p do'stlar, mashinamizni tashqi tarafdan birin-ketin tushuntirishni boshlaydigan bo'lsak, mashinamizda Porsche o'zini HD Matrix faralari bilan jihozlangan. Ma'lumot uchun HD Matrix faralar ichida eng tepada turadigani, undan oldingilari esa X-Sight deb nomlanadi. Xo'p, ushbu HD Matrix o'ziga xos jihatlaridan biri, buni ichida 64 mingdan ortiq piksellar mavjud. Bu degani, bu yo'lda ketayotganingizda, misol uchun dalnin yoqib ketyapsiz, u o'zi avtomatik bilib, kim piyodalar bo'lsa yo'l yoqasida ularni aniqlab, o'sha piksellarni o'chirib qo'yadi. Asosan bunaqa sportkarlar shahar ichiga moslangan holatda bo'ladi, o'z umumiy holatda, chunki podyomli joylarda juda ehtiyot bo'lib o'tish kerak. Boshqa holatda mashinamiz taxminan 10-12 sm yerdan balandlikda turibdi. To'g'ri balonda ham pnevmatik podeskalar bor, lekin baribir ehtiyotkorlik bilan minish kerak. Sal joy tegsa ham ancha qimmatga tushadigan holatda zapchastlari juda ham qimmat. Xo'p, mashinamizni oddiy bazovisidan ko'ra Turbo S, GT3, GTS hammasini oldi orqa bamperlar, mayda-chuyda detallari farqlanib ketib qoladi. Xuddi shunaqa bu Turbo S'imiz ham 2026 model, bir ikkita joylar restyling bo'lgan. Xo'p, vidyojnoy ikki tomonda jabralari bor. Qo'shimcha mashinamizda orqa qanoti ochilgan vaqtida pastdan yana bitta vidyojnoy Turbo S logoli jabralar chiqib keladi. Plus dopopchada bu mashinamizda night visionlari qo'shilgan oldi radarlariga. Konfiguratorda yig'ilayotgan holatda beriladigan informatsiyalar mashinaning uzunligi 455, bo'ylari 130 sm bilan chiqadi. Plus esa 108 tonna bilan stok holatda chiqadi. Yana bitta qo'shimcha qilib aytib ketadigan narsa, mana shu orqa krilosini o'zi ham dopopcha chiqadi. Masalan, oddiy bazoviylarida bu narsalar chiqmaydi. Bu nima holatda, nima vazifani bajaradi deyilsa, bu yoqdan kiradigan havo tormozlash sistemani tez sovutish berishiga yordamchi bo'ladigan qo'shimcha top opsiya hisoblanadi. Bu ham alohida pul turadigan narsa. Hamma 911 larda ham chiqmaydi. Mashinamizda diska balonlariga alohida e'tibor bilan bitta to'xtalib o'tib ketmasak bo'lmaydigan holatda, chunki juda ham idealni, chiroyli ishlab chiqariladigan diskalardan biri. Shaxsan o'zimning markalar ichida eng chiroyli dizayn ishlab chiqariladigan diskalar desa Porsche deb qo'rqmasdan aytsam ham bo'ladi, chunki o'zimga ham shaxsan yoqadi. Mashinamizda ham raznoshirokiy diska balonlar turibdi. Oldi 20 razmerda, orqasi 21 razmerda. Oldidan boshlaydigan bo'lsa, oldiga 255 ga 35 R20, orqasiga bo'lsa 255 ga 45 R21 jundagi diska balonlar taqilgan. Plus dop opsiyalarda mashinani opornilari karbonokeramika plus perforatsiyali opornilar qo'yilgan. Bu ham dop opsiya hisoblanadi. Keyin sariq supportlari bilan chiqqan. Yana bitta qiziq ma'lumot, 911 da o'zi xabardorlar biladi. Bu yerda o'rtada qo'yiladigan bloklari o'zimizda obычный mashinalarga o'xshab 6 boltli bo'ladigan bo'lsa, bazoviy chiqadi. O'rtada bitta katta asosiy bitta blok bilan qo'yiladigan bo'lsa, shuni o'zi ham dop opsiya bilan chiqadi. Diskasiga keladigan bo'lsa, mabodo adashib yamay tushib qoladigan bo'lsangiz, o'rtacha sizni bitta Matiz puli rasot kutyapti. Yana bitta diskasini o'ziga qo'shiladigan dop opsiyalardan biri konfiguratorda bazoviy yoqmasa, o'zi yana qo'shiladigan bronzoviy yoki boshqa modeldagi diskalarni qo'ymoqchi bo'lsangiz, o'rtacha $12,000 dan $18,000 dop opsiya 4 xil variantdagi konfiguratordan o'zingiz diska tanlab qo'yib olsangiz bemalol bo'ladi. Porsche degan bu 911 modeli nafaqat Porschelar ichida, sportkarlar ichida ham sportkar faqat emotsiya olish uchun ishlab chiqarilganligini isbotlab qo'ygan. Sababi mana kichkincha bagajiga shu katta ko'chaga chiqqanda ko'chani boshida novvoyxonadan 4 ta nondan boshqa narsa sig'masligini isbotlab qo'ygan.
shashilib safarga ketayotgan holatingizda ham deylik, chemadan nimaga olgan desanglar, prosta misol tariqasida ko'rsatadigan bo'lsak, oddiy o'zimizni 23 kilolik bagaj chemadonlarimizgacha ham sig'maydi. Borki, bunaqasiga qo'ysak ham, unaqasiga qo'ysak ham sig'maydi. Bitta kichkina ruchnoy sumkadan tashqari boshqa bir aytarli seriozniy narsalar sig'ib ketmaydi. Ishqilib qisqa qilib aytganda, ko'chani boshiga to'rttadan olgani chiqishga yaraydi xolos desam, albatta azlashgan bo'laman. Ishqilib bagajlari ham hajmi umumiy holatda kichkina demoqchimiz. Unaqa katta hajmdagi bagaj ishlab chiqarilmagan. Buni ham endi o'zini matematikasi bor. Sababi katta hajmda ishlab chiqarilsa, balkim bironta og'ir vesdagi narsa qo'yilsa, mashinani razgoniga, tezlanishiga ta'sir qilib qoladi deyilgan holatda, hatto shu tomonlarni ham o'ylab, menimcha kichkina hajmdagi bagajni ishlab chiqarilishgan bo'lishi ham mumkin. Turbo S komplektatsiyasining dvigateli qolganlaridan farqli holatda ot kuchlari ham farq qiladi. Mashinamiz imенно shunisi 3.6 litr 6 silindrli turbina dvigatel bilan jihozlangan. Plus 2026 modeldan boshlab 911 larda mild gibrid tizimi bilan, sistemasi bilan motorlari jihozlanish boshladi. U degani ot kuchiga yana ham kuchlanishni kuchaytirib beradigan degani. Hozirgi mild gibrid tizimi bilan qo'shilgan holatda 700 bitta stokoviy holatda ot kuchi berilyapti. Bu degani 2-5 sekund atrofi 0 dan 100 gacha tezlanish. Mashinamiz yana bitta eng qiziq joylaridan bittasi salon qismi. Salon qismida ham sizlar ko'rsatadigan, o'rganadigan juda ham qiziqarli opsiyalari bor. 911 deganda o'zi asosan opsiyalari bilan odamni o'ziga yoqadigan, o'zini prinsiplaridan kelib chiqib yig'iladigan mashina, ayniqsa salonlar ichida o'zingizga moslab yig'adigan opsiyalar juda ham ko'p tiqilib yotibdi. Birinchidan boshlaydigan nimamiz start stop. Bitta dovushlari bilan boshlaydigan bo'lsak, stokoviy holatdagi dovushi ham vahimali, shuni o'zi ancha emotsiya beradi. Endi olganingizdan keyin yana o'zingizga yana ko'p emas, 5-6 ming sarflab выхлопной sistemani bitta qildirib olsangiz, emotsiyaning ustiga emotsiya qo'shadi. Gazni bitta bosganingizda sarflagan $6000 bitta chiqib ketadi emotsiya bilan. Mashinamiz kabriolet ko'rinishda. Qizil ma'lumot shu kabriolet to'g'risida. Kabriolet shu ochilayotgan vaqtida ochilishida 12 sekund, yopilishida ham 12 sekund vaqt oladi xolos atiga. Hamma ochilayotganda hamma mashinada knopkasi bor, o'zini ochadigan, yopadigan funksiyasi. Odatda ko'p mashinalarda, kabrioletlarda elektronli bitta knopkani ezasiz, ochiladi, bitta knopkani ezasiz, yopiladi. Bu 911 da qanaqa holat? Knopkasini ochilguncha ham oxirigacha ezib turishingiz kerak, yopilguncha ham oxirigacha ezib turishingiz kerak. Xavfsizlik tomonidan juda ham yaxshi o'ylangan marketing funksiya deb o'ylayman. Odatda 911 larda 2 ta o'rindirlik chiqadi ko'pi. 4 ta o'rindirligi ham chiqadi. 4 ta o'rindirligi ham lekin ikkinchi qatorga hech qanaqasiga odam sig'maydi. 45 kilolik qizlar ham sig'maydi hattoki. Shu nima siyosat bildiradi desak, odatda Yevropada, Amerikada ikkita o'rindirlikdan ko'ra 4 ta o'rindirliklarga sug'urta plus parkovka to'lovlari ancha arzon chiqadi shuni hisobiga. Buni ham bitta как marketing qilib, ikkinchi qatorni qo'shib qo'ygan, 3-4 odam uchun, lekin bu yoqqa odam sig'maydi. Bagaj kichkinaligini hisobiga bu yoqdan bagaj qilib foydalansa ham bo'ladi. Ikkinchi plusga foyda ishlaydigan shu sug'urta tomonlama yokida parkovka tomonlama narxi arzon chiqib bersa bo'ladi. Lekin odatda 911 larda ko'pida ko'rgan bo'lsangiz, ikkita o'rinli bo'ladi. Shulardan ko'ra har holda shunaqa joylarda rasxoti tejaladi. Salondan sizlarga asosiy ko'rsatiladigan narsa to'laligicha qizil koja bilan qoplangan. Shu narsasi ham menga yoqadi. Kojali, полностью kojali holatda chiqadi. Yana bitta aytib o'tib ketadigan qizilga oq strochka ketgan bu yoqda, полностью qizil, lekin konfiguratorda tanlayotganingizda shu narsaga e'tibor bersangiz bo'ladi. Bu pulli opsiya emas, prosta alohida opsiya. Qizil salonga qizil strochkaligi bor, qizil salonga oq strochkaligi bor. Bu oq strochkalar bilan chiqqan, bu ham bitta minimalizm, juda chiroyli chiqadi. Oddiy qizildan ko'ra, bir xil ketgandan ko'ra oq strochka juda ham chiroyli chiqadi. Lekin bu yoqda zamonaviylashgan yil o'tyapti. O'zini обычный pochta chiqadigan klassik soatlari. Bu yana bitta biz eshitgan ma'lumot, buni telefonga ulab qo'shimchani funksiyalari bor, shu funksiyalarigacha foydalansa bo'ladi. Lekin shaxsan o'zimga yoqadi, shu an'ana bo'yicha ketishi. Soat juda ham chiroyli yarashib turadi. Plus yana salonda, xo'p, bu yoqda ko'rsatadiganlarimiz asosan karbon element. Mashina karbon elementlari bilan jihozlangan, rullarigacha ham karbon. Bu yoqda ham podstakanliklargacha karbon. Ikkita sideniyada abduf, abagrev, u degani issiq sovutish. Plus yana pnevmalargacha bor, pnevma podveska, oldi, orqa, grushitchilargacha hattoki bu yoqda
kontrol qilsa bo'ladi. Bu ham bitta yaxshi qo'yilgan funksiya, sababi kechasida kichkina tor mahallaga kirish bor yoki tinch joyga kirish bor. Bu ham как birovni xavfsizlik uchun, shovqin solmaslik uchun o'chirib qo'ysa, mahallanchilik kichkina joyda juda ham qulay qo'l keladigan funksiyalardan bittasi deb o'ylayman. O'zimizni Jadar akalarga bu yoqda drift vaqtida road-off'larni o'chirib qo'ysa bo'ladi. Xo'p, modlarga keladigan bo'lsa, oddiy normal, sport, sport plus modlari bilan bemalol boshqarsa bo'ladi mashinani. Monitorga to'xtalganda hali sizlarga aytib o'tgan bitta opsiyani ham ko'rsatib o'tib ketsam, meni juda ham qiziqarli bo'ladi. 911 turbo S'imizda aytib o'tganimda hali spoiler ko'tarilgan vaqtda oldida video'zni jabralarga tushishadi. Hozir bu funksiyani bitta bu yoqdan yoqamizda, tak mana bu yoqda spoiler. Buni ezib tursak, orqa spoilerlari ko'tarilgan vaqtida mana shu yoqqa ko'tariladi. Plus oldidan video'zni jabralarigacha chiqadi. Ishqilib, umumiy holatda salon qismi shunaqa juda ham chiroyli, sportivniy ishlangan. Minimalizm, hozirgi zamonga mos holatda hammasi chiroyli ishlangan. Bitta endi eng asosiy kulminatsion test drayvini qilib ko'ramiz. Xo'p. Aytib o'tganimizda stokoy holatda mashinada 700 bitta ot kuchi 0 dan 100 gacha 2,5 sekund berilgan. Qani pochtagilar yana qanchalik to'g'ri berishadi informatsiyani bu yoqda real holatda, lekin o'zim shaxsan o'zim kadr ortida sinab ko'rdim. Bitta qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi. Deyarli men taxmin bir xil, endi birga bir sekundamerlar bilan o'lchamadim. Endi hozir bitta o'lchab, avionni ko'rib, tekshirib. Menimcha shu holatda ham mana gruzchilar stokoy holatda qanchalik mana bosganda tovushlari, o'zini tutishi, korobkadan korobkacha bo'lgan переходlari yaxshi yetib boryapti. Hozir bu normal holatda, buni hop sport plus olamiz. Shu holatida bitta mana bu yoqdan уже razgonni tekshiramiz. Qani, mana shu holatda 1 2 3. Menimcha 2,5 bemalol qoplaydi. Hozir yana bitta sekundamerga qo'ygan holatda yana bitta tekshiramiz. Menimcha 74-yildan beri oshig'i bilan haqiqatni qoplagan. Yo'l tugab qolyapti, ishonsanglar, yo'l tugab qolyapti. Bir necha kilometr tugab qolyapti. Endi hammaga kulminatsion yoqadigan sira joyi mashinaning narxi bo'ladi. Bundan hozirgi kunda dollar kursiga hisob kitob qiladigan bo'lsak, примерно aylantirganimizda 300 ming dollar atrofini hisobini olaverasizlar. Mana shu toshchot yangisini minaman desanglar. Undan tashqari yo'l kira, rasmoshkalar o'z-o'zidan qo'shilib ketadi. 300 ming dollar deyotgan narxim Koreyadagi mashinaning sof narxi bo'ladi. Shu va shunga o'xshash boshqa modeldagi inomarka mashinalar sizni qiziqtirayotgan bo'lsa, bemalol Koreyadan HM Group kompaniya, ya'ni biz kompaniyamizga bemalol aloqa chiqsangiz bo'ladi. Eng qulay narxlarda, yaxshi servislarda sizga ko'rsatamiz. Xizmatlar bo'lsa bemalol aytganimdek HM Groupga aloqa chiqaverasizlar. Joninglar sog' bo'lsin.